Do'stim, sizda ham epilepsiya, ya'ni tutqanoq kasalligi bormi? Bu kasallik bilan bir necha yillardan beri vrachma-vrach yurib og'rib yuribsizmi? Xo'p, unda bo'lsa bu video aynan siz uchun. Xo'p, epilepsiya kasalligida qaysi holatda dorilardan chiqish mumkin? Ya'ni bu nima degani? Bemor vrach huzuriga keldi, bemor ko'rildi, dori yozildi, dori tushdi, xurujlar to'xtadi. Lekin savol qiyin edi. Qachon men dorilarni to'xtatishim mumkin? Yoki qachongacha men dori ichaman degan savol tug'ilishi mumkin. Xo'sh, mana shu savol eng ko'p menga beriladi va bu savolga javob berib o'tishga harakat qilaman. Birinchisi, bu savolga javob berish uchun biz AQSh, Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropa, Rossiya va O'zbekiston tajribasini oldik. 4 ta joy tajribasi. Birinchisi, bu xurujlar to'xtagan davr bu. Bu remissiya davri deyiladi. Ya'ni bu remissiya, ya'ni kasallikda xurujlar to'xtagan davri deyiladi. Ya'ni xurujlarsiz, ya'ni free seizure degan narsa bor ingliz tilida, bu xuruj kuzatilmayotgan davr. Endi birinchisi, Amerika Qo'shma Shtatlarida ularning davolash protokollariga ko'ra bemor kamida 2 yil davomida xuruj bo'lmasligiga, ikkinchisi bemorning o'zida EEG tekshiruvlarda ijobiy o'zgarishlarga, uchinchisi MRT tekshiruvlari yaxshi chiqqandan keyin sekinlik bilan dorilardan chiqish mumkin. Yevropa mamlakatlari, jumladan Italiyada esa bu yil 3 yil. 3 yildan 5 yilgacha. Xo'p, bu holatda yuqoridagi EEG yaxshi chiqishi kerak, bemordan klinik holati, ya'ni bemorda xuruj kuzatilmasligi kerak. Uchinchisi holatda esa epilepsiyaning sababiga bog'liq. Ayrim genetik turlari bo'lsa, epilepsiyani bu holatda 3-5 yillik ham kamlik qilishi mumkin. Xo'p, uchinchi holatda Rossiya tajribasi ham kamida 3 yil, ko'pincha Rossiyadan 5 yil muddat beriladi. 5 yildan keyin dorini to'xtatish mumkin. Xo'p, bizda O'zbekistonda davolash protokollariga asosan ko'pincha epilepsiyaning asosiy 90% turlarida agar bemorda e'tibor beramiz, eslab qolamiz, bemorda xuruj kamida 3 yil davomida bo'lmasa, bu birinchi eng kerakli faktor. Ikkinchi narsa, bu EEG tekshiruvlarida o'choq yo'qolsa yoki o'choqda ijobiy o'zgarishlar bo'lsa. Uchinchisi, bemorning MRT'dagi o'zgarishlar va klinikasida bu kasallikning kelib chiqishidagi sabablariga qaraganimizda bu holatga yo'l bersa, 3 yildan keyin sekinlik bilan doridan chiqish mumkin. Doridan chiqish jarayoni juda ham sekinlik bilan, o'zini sxemalari bor. 7 kunlik, 14 kunlik, 20 kunlik yoki 5 kunlik har xil sxemalari bor. Bu dorini sekinlik bilan to'xtatish, misol uchun olamiz. Bitta Convolex degan dorini olib ko'raylik. Dorini misol uchun o'rtacha yosh katta odamga ertalab 500, kechki 500 berdik. Kuniga sutkalik dozasi 1000 mg Convolex iste'mol qiladi. Bemorda qanday chiqish mumkin? Birdan chiqib keta olmaysiz. Kamaytirib, sxema asosida kamaytirib kamida 6 oy, ya'ni bemor keldi, doza kamaytirib ko'riladi, 3 oy kutiladi. 3 oydan keyin yana ko'riladi, yana kutiladi borib. Bu holatda bemorning ahvoli yomonlashmasa, xuruj bo'lmasa 6 oydan ayirib 12 oygacha, 1 yilgacha bo'lgan muddatda doridan chiqib ketishlik mumkin. Endi asosiy savol. Xo'p, bu dori to'xtagandan keyin xurujlar qaytarilmaydimi degan savol tug'iladi. Afsuski, epilepsiyani 40 dan yaqin turi bo'ladigan bo'lsa, bu holatda umumiy dori chiqqandan keyin kamida 30-35, ayrim paytda 40% holatlarda, ayrim holatlarda epilepsiya qaytarilishi mumkin. 100% lik garant bo'lmaydi bu holatda. Ya'ni doridan chiqqandan keyin ham bu o'sha ayniqsa birinchi 6 oylikda dori to'xtagandan keyin juda bemor o'ziga hushyor bo'lish kerak. Diyetaga, uyqu rejimiga va qolgan bir vrach tomonidan, shifokor tomonidan berilgan tavsiyalarga amal qilinishiga bog'liq. Sizda ham epilepsiya bilan bog'liq bo'lgan muammolar bormi? O'z fikrlaringizni, o'z savollaringizni kommentariyada qoldirib qo'yishingiz mumkin. Epileptolog konsultatsiyasi kerak bo'lsa, o'z murojaatingizni yuqoridagi raqamlar orqali Telegram yoki telefon qilib qabulga yozdirishingiz mumkin. Sog'lig'ingizni asrang. Sog'liq bu sizdagi eng oliy ne'matlardan biridir.